Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Polsha Zelenskiydan Oq Burgut ordenini qaytarib oldi. Bu katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Kiyevga nisbatan endi hech qanday qoidalar yo'q va bo'lish ham mumkin emas. Medvedev g'azabda. Yaqin orada Ukraina uchun falokatli zarba bo'lishi mumkin. Ahvol Eron bilan urushdan oldingidan ham yomonroq bo'lishi mumkin. AQSh sobiq prezidenti Trampni keskin tanqid qildi. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Polsha Zelenskiydan Oq Burgut ordenini qaytarib oldi. Polsha prezidenti Karol Nawrotskiy Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni mamlakatning eng oliy davlat mukofoti Oq Burgut ordenidan mahrum qildi. Bu haqda Polsha prezidenti matbuot xizmatiga tayanib Deutsche Welle xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bunday qarorga Zelenskiyning Ukraina qurolli kuchlari maxsus bo'linmalaridan biriga UPA qahramonlari nomini berish to'g'risidagi qarori sabab bo'lgan. Bu qaror Ukraina xalqiga qarshi qaratilmagan va Polshaning xavfsizlik siyosatidagi strategik yo'nalish o'zgarganini anglatmaydi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaganmiz va qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Chunki Rossiya tajovuzi Polsha va butun Yevropa xavfsizligiga tahdid soladi, dedi Nawrotskiy. Uning so'zlariga ko'ra, mukofotni qaytarib olish shunchaki ramziy qadam emas, balki Polsha-Ukraina munosabatlarida kesib o'tib bo'lmaydigan chegaralar mavjudligini ko'rsatuvchi ogohlantirishdir. Polsha prezidenti mamlakat Ukraina bilan hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini, biroq o'z fuqarolari xotirasi va milliy ramzlari sha'nini qat'iy himoya qilishini ta'kidladi. Polsha himoyasiz polshalik tinch aholini o'ldirganlarni qahramonlashtirishga rozi bo'lmaydi, dedi Nawrotskiy. Shuningdek, u o'z tarixining murakkab sahifalariga halol nazar tashlashga tayyor bo'lmagan va zo'ravonlik hamda totalitarizmdan voz kechmagan davlatlarning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga Polsha rozi bo'lmasligini qo'shimcha qildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk mojaro tomonlarini vazminlikka chaqirdi. Polsha va Ukraina o'rtasidagi mojaro Putinni xursand qiladi va ittifoqchilarimizni hayratga soladi. Zelenskiy va Nawrotskiyning vazifasi hissiyotlarni bosish, keskinlikni kuchaytirish emas. Front chizig'i boshqa joyda, deb yozdi Tusk X ijtimoiy tarmog'ida. Nawrotskiy qaroridan bir necha soat o'tib Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sybiga 2022-yil oktyabrda o'ziga topshirilgan Polsha oldidagi xizmatlari uchun ordenining yulduzli komandor xochidan voz kechayotganini ma'lum qildi. Sybiga Polsha prezidentining qarorini strategik xato deb atadi va bundan faqat Moskva foyda ko'rishini ta'kidladi. Gap ordenlarda emas, munosabatlarda. Biz har doim murakkab va bahsli masalalarda ham o'zaro hurmat tarafdori bo'lganmiz. Bu esa hatto bir-birimizning qarorlarimizga qo'shilmaganimizda ham ularni hurmat qilishni anglatadi, dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri rahbari. Vladimir Zelenskiy 2026-yil 26-may kuni Ukraina qurolli kuchlari maxsus bo'linmalaridan biriga UPA qahramonlari nomini berib, buni milliy armiyaning tarixiy an'analarini tiklash bilan izohladi. Bunga javoban Karol Nawrotskiy Ukraina UPAdagi qotillar va jinoyatchilarni ulug'layotganini aytib, mamlakat Yevropa oilasining bir qismi bo'lishiga tayyor emasligini ta'kidlagan va Zelenskiyni Oq Burgut ordenidan mahrum qilish tarafdori ekanini bildirgan edi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi esa UPA qahramonlari nomi Polshaga qarshi qaratilmaganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi uchun UPA kurashi faqat Moskvaning imperiyachilik siyosatiga qarshi qarshilik ramzidir, deyiladi vazirlik bayonotida. UPA Ukraina qo'zg'olonchilar armiyasi 1942-yil oktyabr oyida Volyn hududida tashkil etilgan bo'lib, Ukrainada mamlakatning ham Sovet ittifoqi, ham natsistlar Germaniyasidan mustaqilligi uchun kurash ramzi sifatida qaraladi. Ukraina millatchilari tashkilotining harbiy qanoti sifatida tuzilgan UPA 1950-yillarning o'rtalarigacha asosan g'arbiy Ukraina hududlarida faoliyat yuritgan. UPA jangchilari Sovet partizanlari, NKVD qo'shinlari va natsistlar Germaniyasiga qarshi kurashgan. Shu bilan birga ular Polsha yerosti harakati bilan keng ko'lamli etnik to'qnashuvlarda, jumladan Volyn voqealarida ham ishtirok etgan. Polsha UPAni 1943-1945-yillardagi Volyn qirg'inida 100 mingdan ortiq polshalikning o'ldirishda ayblaydi. Tarixchilarning baholashicha, Polsha kuchlari qo'lida halok bo'lgan ukrainlar soni 10-20 ming kishi atrofida bo'lgan. Kiyevga nisbatan endi hech qanday qoidalar yo'q va bo'lish ham mumkin emas. Medvedev g'azabda. Yaqin orada Ukraina uchun falokatli zarba bo'lishi mumkin.
Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya shaharlariga nisbatan kuchayib borayotgan hujumlari fonida Rossiya harbiylari uchun endi hech qanday qoidalar yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu fikrni Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev bildirdi. Dushmanning shaharlarimizga qarshi ommaviy terroristik hujumlari kuchayib borayotgani va kelgusida ham kuchayishi aniq ekanini hisobga olsak, neonatsistik Kiyevga nisbatan endi hech qanday qoidalar yo'q va bo'lishi ham mumkin emasligini ochiq e'lon qilish vaqti keldi, deb yozdi u Max ijtimoiy tarmog'ida. Medvedevning fikricha, Rossiya uchun qabul qilib bo'lmaydigan chegara sifatida faqat fuqarolarni qasddan, ya'ni ataylab yo'q qilish holatigina qolish kerak. Sobiq Rossiya prezidenti shuningdek urush qonunlari va odatlarini tartibga soluvchi Gaga konvensiyalari endi kerak emasligini ham ta'kidladi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya hududlari va Moskvaga qarshi davom etayotgan Ukraina hujumlariga javob sifatida harbiylar zarur choralarni ko'rayotganini ma'lum qildi. U dronlar hujumlari davom etayotganini tasdiqladi. Biroq havo hujumidan mudofaa tizimlari havodagi hujumlarni qaytarishda yuqori samaradorlik ko'rsatayotganini ta'kidladi. Kiyev rejimi juda og'ir ahvolda. Frontdagi vaziyat yaqin orada Ukraina tomoni uchun butunlay falokatli tus oladi, dedi Peskov. Shuningdek, Kreml vakili jurnalistlarga Ukraina shaharlaridan ko'proq video tasvirlarni tomosha qilishni tavsiya qildi. Qurolli kuchlarimiz zarbalari natijalari aks etgan tasvirlar juda ta'sirli. Bu zarbalar davom etadi, deya xulosa qildi u. 18-iyun kechasi Ukraina dronlari urush boshlangandan beri Rossiya shaharlariga eng yirik hujumni amalga oshirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi bir sutka davomida qariyb 1000 ta dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Hujum ostida qolgan hududlardan biri Moskva bo'lib, Kapotnya tumanida joylashgan neftni qayta tashlash zavodida yong'in chiqqan. Ahvol Eron bilan urushdan oldingidan ham yomonroq bo'lishi mumkin. AQSh sobiq prezidenti Trampni keskin tanqid qildi. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama mamlakat Eron bilan urushdan keyin avvalgi holatdan ham yomonroq vaziyatga tushib qolgan bo'lishi mumkinligini bildirib, amaldagi prezident Donald Trump siyosatini tanqid qildi. Bu haqda u prezidentlik markazining rasmiy ochilish arafasida NBC telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Savollarga javob berar ekan Obama Donald Trampning Eronga qarshi harbiy amaliyot boshlash qarorini shubha ostiga olgan. Biz urush olib bordik, milliardlab dollar sarfladik. Armiyamizga katta yuk tushirdik. Ko'plab odamlar halok bo'ldi va hozir qarasak urush boshlanishidan oldingi nuqtaga qaytganimizdek. Hatto ehtimol undan ham yomonroq ahvoldamiz, dedi u. Sobiq prezident AQSh va Eron o'rtasida imzolangan o'zaro anglashuv memorandumini ijobiy baholagan. Shu bilan birga u o'z prezidentligi davrida tuzilgan Eron yadroviy kelishuvini eslab o'tgan. Eron yadroviy qurol yaratmaslikka rozi bo'lgan edi. Biroq bu ma'muriyat yoki uning avvalgi ko'rinishi ushbu kelishuvdan chiqib ketdi. Bu esa Eronning yadroviy salohiyatini yanada oshirishga olib keldi, dedi u.